Baklar, sizlar bilan bugun men Nezakeng va bugungi videomizda biza qisqagina lekin serverlarda eng kerakli narsa ekanini bilib olamiz. Buni bajarish uchun settings bo'limiga kirasiz yoki настройка yoki sozlamalar. Bu Minecraft tiliga qaraydi va mana bu yerda pastroqqa tushirsangiz general degan bo'lim bor. O'shanga kirasizlar. Va bu yerda only allow trusted skins. Bu sizlar yonib turami, o'chib turami bilmadim. Короче, yonib turgan bo'lsa o'chirib qo'yasizlar, o'chib turgan bo'lsa yoqib qo'yasizlar. Shundan keyin masalan mana buni miskinni yuklasam-da mana. Masalan, mana o'chib tashlaymiz. Masalan, mana create skin qildim. Masalan, boshqa joyda yukladim masalan. Mana skinni masalan mana bu yerda bunaqa skinlar bor bunda. Hozir ochiraman. Mana gul nimalar skini bor. Bu boshqa joydan kelgan bu. Umuman boshqa nimaniki, hisobli bu Minecraft ko'rinmaydi mana bunaqa nimalar bor mana. Bular boshqalar ko'rinmaydi. Masalan, mana skinim sizda ko'rinmaydi yoki ular skini X'ni skiniz menda ko'rinmaydi. O'shanim ko'rinadigan qilib beradi. Garchi bugungi video shu edi. Shu kichkina ma'lumot bo'lsa men aytib qo'yaydi-da. Sizlar bu vobsheta zonasiga o'zim ko'rganimda hayron qoldim. Mayli videoga like bosib, obuna bo'lib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Bu sizlarga foydali bo'ldimi yoki yo'q? Bu video qisqa bo'lsa ham kerakli bo'ldi deb umid qilaman. Mayli, hammaga xayr.